90% odam bu misolni yecholmaydi. Meshdagi suv Anvarning o'ziga 10 kunga, ukasiga esa 15 kunga yetadi. Meshdagi suv ikkalasiga necha kunga yetadi? Demak, meshdagi suv Anvarning o'ziga 10 kunga yetsa, ya'ni Anvar o'zi 10 kun ichsa, bir kunda demak 10 dan bir qismini ichadi. Ukasi 15 kun ichsa, bir kunda 15 dan bir qismini ichadi. Ikkalasiga necha kunga yetishini bilmaymiz. X deb belgilash kiritib olamiz. Ya'ni ikkalasiga x kunga yetadi. Demak, ikkalasi birgalikda x kun ichsa, bir kunda x dan bir qismini ichadi. Bu Anvarni bir kunda ichadigan suvi, ukasini bir kunda ichadigan suvi, ikkalasini bir-biriga qo'shsak, ikkalasi birgalikda bir kunda ichadigan suviga teng chiqishi kerak. Tenglamani yechamiz. Hop, 10 bilan 15 ga umumiy maxraj 30. Birinchisiga 3 ni, ikkinchisiga 2 ni ko'paytiramiz. Demak, 3 taqsim 30 qo'shilgan 2 taqsim 30 teng bo'ladi 1 taqsim x ga. Xo'p, maxrajlari bir xil bo'ldi. Suratiga suratini qo'shamiz. 5 taqsim 30 teng 1 taqsim x ga. Proporsiya qilib ishlaymiz. 5 ko'paygan x teng bo'ladi 30 ko'paygan 1 ga. Orasida ko'paytirish bo'lgani uchun 5 ni u tomonga bo'lish qilib o'tkazamiz. Demak, x teng 30 bo'lingan 5, ya'ni 6 ga teng. Ya'ni Anvar bilan ukasi meshdagi suvni 6 kunda ichib tugatadi. B javob.